Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari. Navbatdagi lokatsiyamiz Andijon viloyati Xo'jaobod tumaniga bo'ladi. Bu xonadonimizga chiroylilab skromniy variantdagi darvozamizni qo'yib beramiz. Bizni kuzatishda davom eting. 1900 dollardan ozgina oshiqroq qo'yib bergan bu darvozamiz puliga arziydimi, arzimaydimi bir ko'rib baho berasizlar. Darvozamizda ham asosiy hashar qiladigan joyga keldik. Ustagalarimiz Alloh rozi bo'lsin. Verin bakalım. Bizge. Mana doğrudan tireyle selekeler. Ha şimdi o. Peste. Yok, bilmiyorum. Olmayın. Gider. Zor. Usta şanlar bilan ham mo'jna qilib sog'ildik. Ko'pchilik klientlarimiz yozishadi, bu darvozani kvadrat 1 million 100 dan deyishadi. Hamma narsa puliga yarasha, material sifatiga yarasha. Buni o'zlaring ham juda yaxshi bilasizlar. Bu darvozamiz kvadrati 1 million 500 ming atrofida tushgan. Profillar keladigan bo'lsa 2.6 senada qilib berganmiz. Listlar 1.8 2 qavat shumkali. Bu darvozamiz polnisi qalin materialdan qilib berganmiz. O'zbekiston, Qirg'iziston bo'ylab dastavka ustanovkalarimiz bor. Bemalol pastda nomer qoldiramiz. Ha, aytgancha bu videoda Qirg'iziston tanishlarga yuborib qo'yishlaring ham mumkin. O'rnatish, o'lchash hammasi ichida. Zamoklarimiz ham yopilishiga bir alohida e'tibor berasizlarmi? Bemalol yoshlarim, kattalarim ochishlari mumkin. Ko'pchilik klientlarimiz so'rashadi, bu darvozani orqasi qanaqa ko'rinishda bo'ladi deb so'rashadi. Orqasi mana shunaqa tekis qilib yopib beramiz. Sentr zamonlariga bir ahamiyat berasizlar. Yengil, bemalol mana bitta qo'lda bemalol yopishlari mumkin. Zamoklarni ham ko'rasizlar mana. Bitta barmoq bilan bemalol yopamiz.